Toshkent davlat transport universiteti radioelektron qurilmalar va tizimlari kafedrasi. Radioelektron qurilmalar va tizimlari kafedrasi Toshkent davlat transport universiteti bilan birgalikda 2020-yilda tashkil qilindi. Ushbu kafedra mudiri esa texnika fanlari doktori professor Jonibek Qurbonov Fayzullayevich hisoblanadi. Hozirda ushbu yo'nalishda fanlar ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan professor o'qituvchilar tomonidan sifatli ta'lim berilib kelmoqda. Yo'nalish nisbatan yosh bo'lishiga qaramay, hozirda o'z sohasidagi eng so'nggi o'quv stendlari bilan ta'minlangan. Ushbu kafedrada ikkita yo'nalish mavjud bo'lib, ulardan biri radioelektron qurilmalar va tizimlar yo'nalishi, ikkinchisi esa telekommunikatsiya yo'nalishi. Ushbu yo'nalishlarda siz hozirgi kunda eng talabgir bo'lib kelayotgan fanlarni o'rganasiz. Bular dasturlash, kiberxavfsizlik asoslari, sun'iy intellekt asoslari, ma'lumotlarni uzatish asoslari, video kuzatuv tizimlari va tarmoqlari, raqamli qurilmalarni loyihalash, shu va shunga o'xshash muhim fanlarni o'rganasiz. Radioelektron qurilmalar va tizimlar kafedrasi juda ko'p xalqaro universitetlar bilan hamkorlik o'rnatgan. Siz agarda chet tillarini biladigan bo'lsangiz, Germaniya, Turkiya, Xitoy, Belorussiya va Rossiyaning bir necha shaharlarida joylashgan universitetlarda xalqaro hamkorlikda tahsil olishingiz mumkin. Bizning yo'nalishda o'qish orqali siz O'zbekiston temir yo'llari, O'zbekiston havo yo'llari, Uztelecom, Huawei va O'zbekistondagi barcha aloqa kompaniyalarida ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz va o'z kelajagingizni o'sha yerda davom ettirishingiz mumkin. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang va kelajagingizni biz bilan quring.